Salom do'stlar, sizlar bilan Craftabekka uz do'stlar. Hozir bizda qanday qilib tez yurmaydigan 300 HP mashina sotib olish oddiygina. Uning uchun biz mashina bo'limiga kirib, hozir mana mashinani sotib olamiz hozir. Hatta qoldi. Metta bo'lsa kerak. Xo'sh. Bunday. Mana shu mashinani. Mana. 149 ming ekan, menda pulim yo'q. Stok holida qarochi stok holida olsalarim pul bo'ladi. Bu mashina menda bor-ku. Oxirda voy-da. Sales berish kerak. Nima qilishim kerak endi? Taksist bo'lishim kerak ekan. Pul oldim. Endi Telegram yana oldim. Hozir Discorddan ham chiqadi. Mana chiq. Kirib chiqib olaverasizlar. Bitta kirasizlar, chiqasizlar. Mana TikTokdan ham keldi. Menda Honor 400 lightda shuncha ishlamayapti. Bu anaqa bo'ladi. Bitta приложение qilib qo'yasan deydi. YouTube ga ham. Bo'ldi. 28 ming oldik. Endi haligi mashina. Bu videoda chiqqanmi, chiqmaganmi esimda yo'q. Men o'ylashimcha chiqmagan. Bu mashinani qanday bamfersiz qilishni bilasizlar shekilli. Mana qaranglar. Mashina qora rangda o'zi. Bunday qilasiz, hammasini qoraga bo'yab chiqasizlar. Pastida chiqyapti. Kemani unisi bor-ku. Shu hammasini tepaga qo'yasiz. Qaranglar. Bunday qilib qo'ysa bamfersiz. Seri qilib qo'ysak yo'q. Hozir onlaynga kirib bamper yo'q deymiz. Aytgancha menda ism yo'q. Qanday qilasizlar buni? Birinchi bunday qilasizlar. Bunday qilib turib, ikkita qilib olasizlar. Yo'q, ikkita qilmasalaring ham bo'ladi. 6 ta 0 qilasizlar. 1 2 3 4 5 6. 6 ta 0 qilasizlar. Keyin mashina sotmoqchi. Bozorda nima qilyapsan unda? Voyda. Xo'sh, taksistlik bo'lishimiz kerak.
Tinch qo'ygani. Assalomu alaykum. Shu o'rtoqlaringga mana shu YouTube'imni beringlar iltimos. Men 50 mingta bo'lsalaring bitta zo'r mashina qo'yib yuboraman. Tez yuradigan mashina. Shuning uchun shu o'rtoqlaringda meni lichka masu YouTube kanalimni anaqa qilasizlar. Chiqing aka, qayerga ekan? Shu iltimos akalar. 50 mingta 50 ta bo'lsa, zo'r mashina o'ynab olaman. Mazza qilasizlar. Shu mashina. U nima qilyapti qoravoy? Voy 200 ni unutyapti. Uchyapti, akalar uchyapti. Aka, davay drift qilamiz. Kechirasiz. Shu prioram bamper yo'q. Aldab bampersiz qo'yaman. Nakleyka yopishtirmaganman. Yashillarini nakleyka qilganman. Va soppeso tateito ne desidai disipana. Passo ben soldu. 300 ga bosyaptim bu. Assalomu alaykum. Bizda 4 minut qoldi. Necha qolsa yetib ham boramiz. Ozgina qoldi. Tezlik bilan ketyapti. Voy. Zapravkaga ham yetib qopsiz. Tushvardi. Kechirasiz, gaz quyib olamiz. Bunaqa qorali. To'lib ham qoldi. Sekin pavorotlar yoqamiz, bosdik. Bos endi, nima bo'lib qoldi? Olma. Not. Boss. Kechirasiz aka, zato drift qildim.
Sening vaqting. Uy uy uy. Chiqardim. Zato drip qildi. Ish qilib ko'p pul berasizmi yoki aldab qo'ymayapsizmi? 1 minut qopti, bos. Mayli, 1 minut degani. Yana 2 minut deganida. Sekinlashamiz. Mashdan burilarkan deyapti. Mashdam yoki metgam? Mashd ekan deyapti. Ya, aka tashlab bor ekan. Nima bo'pti? O'zi ham mashdan bamfersiz yana. Yig'larmi yoki? Voy, sekin otdim-ku. Hozir Поворот. Qanday o'tamiz baqa? Ha, tushundim. Katta odam nima qiladi? Voy, qo'yaman. O'ti bo'lmayapti, aka. Bos, jichi qoldi. Hoppana. Va nihoyat. Qaranglar, chap pech oladi. Qaranglar. 1 2 3. Tudut. Zadacha ham qildik bittasini. Yana 5 marta qilish. Mashda bitta drift qilib. Pana, denona. Pana. Tilt. Edisi pana, faulemo. Edenina inisi pana, sepana. M5 mi ne? M5 iPhone mu? Wow, mincha chiroyli M5 iPhone'imiz. Chiroyli ekan. Qaranglar, bitta narsa ko'rsataman. Tezroq kir. $20,000 berdi. Nima ko'rsatmoqchi edim? Ha. Mashinalarimni sotib yubordim akalar. Qaranglar, M5 chiroyli chizilibdi. Nomerimiz nima bo'ldi? Bo'ldi. Nomer e'tibor berasiz. 40 005 M5 degani 005 qilib qo'ydim. BMW M5 bo'lgani uchun 005 qilib qo'ydim. 40 bu Farg'ona, men Farg'onadanman. BMW.
Va bitta narsa borda. Yana shunaqa nomer. Dudut. Muqaraylar. 40 yana Farg'ona 063 degani G63 AMG. Mercedes AMG. Sizlar ham qilib olinglar shunaqa. Orqa balon qo'yib qo'yaylik. Ana. Ana bo'larkan-ku. G63. Mana. Shu eski Celeste nimaga qo'shishmagan ekan? Ha? Shuni ham yozib qo'yinglar. Deya aytgancha meni mashinani ko'rsatishim kerak. Men shuni tavsiya beraman. Qani? Gelik metda. Ha, gelikdan keyin. Yo, gelikdan keyin emas edi. Hali mashina qani? Mana shuni 149 mingga olinglar. Stok holida olib nima qilinglar? Olinglar, короче. Olsalaring stok holida bitta olib, tuning qoringlar, faqat motoriga tegmanglar, 300 HP chiqadi vayda. Ojim kelyapti, pulim yo'qda. Yaponiya. Yapon chiqaribdi buni, Yapon. США. Wow! Bezdorov. Wow, bamfera. Bez bamfer. Muqaraylar bitta. Orzuligicha qolmaydi. Yurak urib tursa bas. Rostdan mana orzular qilsanglar, orzular amalga oshadi. Faqat tirik bo'lsalaring bo'ldi. Davomma. Pana na volevo de pana no do beso do ni pana e pana. Bitta gap desa, nolini o'zim qilganman. Ana 0 boru, shular o'zim yasaganman. Yo'qlar. O'zbekistonda chat. Shu Bekstuzga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bekvevga ham, Bekvev. Tanisalaring kerak, Bekvevda ham. Yana Izatilla Gamingga obuna bo'linglar. Jazz KPM yana kim bor edi? Shularga obuna bo'lib turinglar. Hoppa, na palakat nomer tushdi. 1695 HP ekan.
bitta yana video tashlayman. Qaranglar. Zo'r narsa. Mana shu 300 xapaga tezda 423. Mana shunaqa qilib olasizlar mana. Mana shular. Mana bor. Mana shu hammasi mana shunaqa qilib chiqinglar. 4 sekundda 100 ga chiqadi. 6 sekundda 200 ga chiqadi do'stlar. Mana shunaqa qilib olinglar. Muniya mana shu qani? Короче, o'chib ketdi. Mana shu nechi xapa deb o'ylaysiz? Bu-chi nechi xapa deb o'ylaysiz? Wow. Camry. Toyota Iris. Toyota Iris. Короче, o'sha gap mana shu. Qani? Mana shu mashinani olinglar, 300 xapa chiqadi. Tuning qilib olasizlar, faqat motoriga tegmaysizlar, hech qatiga. Rainbang balonlar qilaverasizlar. Bitta olib sotasizlar, 300 xapa deb berasizlar, voy. Aldanib bo'ladi. 20 million mana shu katta pulga sotasizlar. Bo'pti do'stlar, xayr.